Kim ekan bu o'zi? Ayol kishi edi, ayol kishi. To'xta. Yuringlar, to'xta. Davay. To'xtadi, davay. To'xtatin. Sen nima qilyapsan boshqalar? Sen nima qilgan boshqalar? Bo'lmaydi ishga ishlayapti iboratga. Chaqirasan mashinani. Men shuncha mashina raso chiqarib kelyapman. Asli. Ana uyingda yonidagi qizingni orqaga Ayol ki çağırınca. Koldagi olinsa aka. Gördün mü mashinani? Benimkine vurup geliyorsun. Ben kork geliyorsun şunu. Sen olduklarını kork turupuz ama. Gideriz. Dur. Mana. Böyle ağır. Maşinaya gözle geçiriz gene Maşina. Ben oturayım. Lider benim. Oturayım olsun. Asker. Bak İsmail'e bana. Bilmem. Oturayım olsun. Oturayım oğlum. Ben oturayım. Neçe? Nomeri ko'rsating nomeri. Mana. Shuncha mashina raso chiqarib kelyapti. Allah koyar suka. Ben şu zamanı bakarım. Ne yedin suka? Haram bile. Haram bile. Boşuna gitsin haram. Narıştık ne? Tutam boşuna vurup kaçıyor. Aka ama boşuna var kılkesi. Aka, naret? Bostan. Toshkent viloyatida boshdan urib qochib yotdi. O'shanda Naratez 100 bilan Naratezning 15 kun boshdan urib qochyapti. 15 ta emas, 30 ta. Bo'ldi, ketdi. Aka men nimadir. Mana bugun 19-aprel kuni ertalab soat 7 yo'l chamasi qora rangli davlat raqamsiz harakatlangan Gentra avtolovi o'zi bilan bir harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtotransport vositasiga texnik shikast yetkazib, voqea joyidan yashirinishga harakat qildi. Holat bo'yicha ushbu avtolovga ovoz kuchaytirgich, ya'ni ro'par orqali to'xtash ishorasini berganimda avtolov keskin harakatlanib, yo'nalishini o'zgartirdi va chorrahada turgan bir necha inspektorlarning ham qonuniy talabiga bo'ysunmasdan yo'nalishni Bunyodkor ko'chasida davom ettirdi. Ratsiya orqali kelib tushgan xabar asosida transport vositasini ortidan kelganimizda ushbu transport vositasi o'z bilan harakatlangan yana bir necha transport vositalariga shikast yetkazgan holda Bunyodkor ko'chasi aynan metan gaz zapravkasi qarshisida to'xtab turganligi aniqlandi. Voqea joyida haydovchini hujjatlari, avtoulovni ko'zdan kechirganimizda, demak haydovchida haydash huquqini boshqaruvchi me'yoriy hujjatlari yo'qligi. Bundan tashqari, transport vositasi salonidagi fuqarolar yonida turli narkotik vositalarga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limidan qo'shimcha yordam kuchlarni chaqirib, tezkor guruhlari yordamida hujjatlarni rasmiylashtirdi. Qaytarin meni boshqani qilmaymanmi? Kecha ichganman, nechidasiz kecha? Kecha bir ana ichmayman, birdan. Bunga qachon o'tirsiz bugun soat nechida o'tirsiz? 7 shu qat. Nega to'xtamadingiz? Qo'ysangiz. To'xtamadim, qayda dedi. Kim aytdi? Rolni yo'qqa yo'qqa borib o'zi. Yo'q.
Nima shuncha tinch aholi ustiga borib mashina haydasizlar? Aka tog'da elaydi deb qo'rqib ketdim, tog'da degan qo'ymadi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q, Nima haqqingiz bor rul o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasiz turib. boshqalarga qilmayman. Shuncha odam shikastlandi, shuncha mashina shikastlandi. Sabinani uyga yig'ildik, mehmondorchilikka 5-6 daqiqa o'tirdik, ozgina spirtni bo'lib, ozgina Sabina ichganman. Chin ko'ngildan uzr so'rayman, boshqa qaytarilmaydi, oxirgisi shu. Transport vositasi menga tegishli qadam nomlari. Qadam nomlari. Yashnidan ham pushaymonman biz. Ijtimoiy tarmoqlarda davlat raqamlarsiz qora transport mashina haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib, qarama-qarshi harakatlanib, bir necha transport vositasida ham ishga tushgan holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib bormoqda. Haydovchi va barcha yo'lovchilar ayni paytda Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini uchun boshqarmaga olib kelindi. Yurtdoshlarimizdan belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishlarini so'rab qolaman. Joriy yilning 19-aprel kuni tonggi soat 7:30larda Chilonzor tumani Tixay Chorbog' ko'chalari kesishgan chorrahada xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan yashirinishga uringan davlat raqam belgisiz harakatlanib kelayotgan Lacetti rusumli transport vositasiga ovoz kuchaytirgichlar yordamida to'xtash ishorasini beradi. Avtoulov to'xtash ishorasiga bo'ysunmadi va men ko'z oldimda yana ikkita Damas avtoulovga texnik shikast yetkazgan holda voqea joyidan qochishga harakat qildi. O'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan bir nechta transport vositasiga texnik shikast yetkazgan. Ko'rilgan choralar natijasida transport vositasi to'xtatilib, uning ichida bo'lgan haydovchi va yo'lovchilar tekshirilganda, avtoulov tekshirganimizda xolislar ishtirokida avtoulov ichida noma'lum moddalar borligi aniqlandi. O'sha bo'yicha hozir mana tezkor guruh chaqirdik, surishtirishlar olib boryapti. Haydovchi avtomashinani narkotik modda ta'sirida boshqarib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Kim qarama-qarshi urdi? Nimaga haydovchilik guvohnomasi mashina boshqarasiz? Boshqarmayman. Nimaga shuncha odamlar shikastlantirdingiz? Nimaga qolgan insonlar jarohat oldi tufayli? Ruli yoqib bir bordi-da, bunaqa mashina boshqarishni tavsiya qilmayman. Avtomashina saloni ko'zdan kechirilganda, undan narkotik modda iste'moli uchun ishlatilgan buyumlar topilgan. Hozirda holat yuzasidan haydovchi va bir nafar yo'lovchi protsessual tartibda ushlanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishildi. Shuningdek, boshqa yo'lovchilarning harakatlariga ham huquqiy baho berish choralari ko'rilmoqda. Bu meni qizim. Sizlardan uchun so'rayman. Yurak parog'i bilan tug'ilgan. Agar qo'llaringizdan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rayman. Operatsiya uchun 30 ming so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Boradigan hech qayerim yo'q. Hech qayerga bora olmayman. Hech kimdan yordam so'ra olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Bolaringizdan kelgancha yordam so'rashingizni so'rayman. Ey Xudojonim. Iltimos sizlardan hech kimdan yordam so'ramayman. Yurak parog'i bilan tug'ilgan. Har kun doktor javob. Har kun pansiga olib boraman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Sizlardan o'tib qo'llaringizdan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rayman. O'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa o'tishim mumkin.